Andijon viloyati Ulug'nor tumanidagi obyektimiz ishlarini yakunladik. Ko'rishlaring mumkin. Uy ichiga dush qurish. Bundan oldingi videoda ish jarayonlarini qo'yib borgandim. Bu yoq o'sha tashqaridan kiraverish romga перегородка qilib dush qilindi. Ko'rishlaring mumkin. Razmer 1.20 ga 2.40. Xonani ichki razmeri. Bu yerda rakvina yo'q. Rakvina bo'lishini xohlashmadi. Bu yerda faqat unitaz, cho'milish va tahorat uchun dushovoy zona bo'ldi. Bu yerda boshqa narsa qo'yishimizni xohlashmadi. Xudo xolasa cho'tka chiqdi, ko'rishlaring mumkin. Albatta dekor plastdan bo'lgan to'liq holatda. Pol kafel, qolgan joy mana devorlari, patologlari dekor plastdan bo'lgan. Bo'lib ham arzonchi yupqa dekor emas, qalinidan. Devor uchun yaxshi xizmat qilib beradigan variantidan. Bu yerda mana montaji asli to'liq ichki montajda bo'lgan. Bu yerda bitta avariyniy kran va bu yerda Ariston turbalar ko'rinib turibdi. Ariston reja bo'yicha kattaroq bo'lishi kerak edi, keyin 50 talik almashib ketdi. Shuning uchun mana bu turbalar ko'rinib qoldi. Ko'rishlaring mumkin. Mana shunday qilsak, pirpiramasaga mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 60 kafel. Bo'ldi, mana shu yerda choki bor, bu yoqda, bu yoqda. To'liq suv tomonga ketadi. Bu yoqda ma'lum darajada bir uklonlari bor. Oyoq ostilari to'liq suv ketmasligi uchun germetik qilindi, izolyatsiyalari qilindi to'liq. Bularning orqasida folgalar yopishtirilgan. Stoyka dushovoy smestiteldan qo'yilgan. Xonamiz bo'yi ham balandgina, juda chiroyli chiqdi. Bu yerda tok montajlarini o'zimiz qilib ketganmiz, faqat tokni liniyaga ulash kerak. Uni montor qiladi, biz o'zimiz qila olmaymiz. Shuning uchun o'zimiz projektor bilan video olyapmiz hozir. Xuddi mana shunaqa holatda bo'lyapti. Bu yerda sushilka, vishilka bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Tashqi tomondan hozir ko'rinishini ko'rsatamiz. Eshigini ham o'zimiz tayyor eshikdan olib berishdi, ustonovka qilib ketdik. Orqa tomoni gipsa bilan to'sib qo'yilgan. Buni ustalar derazasini olib tashlab, bu yerga g'ishirib yopib qo'yishadi 1-2 kunda. Bo'ldi. To'liq holatda. Mana pol bu tomondan kesilgan. Kanalizatsiya zasipkalan qilib, stechkasini quyilgan. Bu tomon stechkada, bu tomon polda. Mana shu holatda bo'lgan. Shu aytganim, xonani 2.40 ga 1.20 razmeri, ko'pchilikka razmeri qiziq. Bo'yini razmeri 280. Akamiz ota-onalar uchun mana shunaqa sharoitda qilib berdilar. Ko'rishlaring mumkin bo'ladi. O'sha faqat unitaz, tahorat, dush olish uchun dushovoy zona. Bo'ldi, albatta kimga mana shunaqa ishlar qilish kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Ishlaring chiroyli qilib bitkazib berishga harakat qilamiz.